Toshkentda 10 ta tuman hokimi nega tekshiruvga tortilmoqda? Toshkent shahri hokimining farmoyishiga muvofiq Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligining taqdimnomasida qayd etilgan holatlar yuzasidan poytaxtning 10 ta tuman hokimiga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Tekshiruvdan ko'zlangan asosiy maqsad agentlik tomonidan aniqlangan ehtimoliy qonunbuzilishlar, xizmat vazifalarini bajarishdagi kamchiliklar hamda korrupsiyaviy xavf-xatarlarga oid vajlarni har tomonlama o'rganish va ularga huquqiy baho berishdan iborat. Xizmat tekshiruvi Bektemir, Mirobod, Mirzo Ulug'bek, Olmazor, Sergeli, Uchtepa, Chilonzor, Shayxontohur, Yunusobod va Yashnobod tumanlari hokimlarini qamrab oladi. Farmoyishga ko'ra, maxsus komissiya tekshiruvni xolis va sifatli o'tkazib, uning natijalari bo'yicha tegishli xulosalarni rasmiylashtiradi. Zarur hollarda jarayonga boshqa davlat organlari va tashkilotlar mutaxassislari ham jalb qilinishi mumkin. Eslatib o'tamiz, farmoyishda tekshiruvga asos bo'ladigan aniq qonunbuzilishlar yoki ayblovlar ochiqlanmagan. Xizmat tekshiruvi qayd etilgan holatlarni o'rganishga qaratilgan bo'lib, uning yakuniy xulosalariga ko'ra tegishli qarorlar qabul qilinishi mumkin.